Ko'pchilik litraj katta mikserlar bormi deshuvdi. Mana 8 litrlik keldi. Hozir buni sizlarga ochib ko'rsatib beramiz. Rangiga bitta baho berasizlar, qaranglar. Zalatistik. Voy, mana qaranglar dizaynni. Nasatkalari полностью metallический bo'ladi. O'qlari ham полностью metallический bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Qozonlari 8 litr, nержавейка bo'ladi, umuman zanglamaydi, ko'rsanglar bo'ladi. Nasatkasini ko'rsanglar bo'ladi. Hamma nasatkasi metallический bo'ladi. Xamir uchun, krem uchun va tartaletga nasatkasi. Hozir buni yoqib ko'rsatamiz. Ko'pchilik shu nasatkani qo'ya olmaydi. Qo'yayotgandim bundoq qilib, bundoq birab qo'yasizlar. Ko'rasizlar, yoqqaninglar, tokka tiqqaninglar, mana shunaqa svet o'chi yonadi, и 6 skorosti ishlaydi. Ishlashni ko'ryapsizlar. Bu eng past skorosti, eng tezi. Bir 1500 оборотda ishlaydi. Endi xamirlarga nasatkasini qo'yamiz. Buni ham xuddi shunaqa qo'yiladi. Knopkasini bosasizlar, yerga tushadi. Keyin yoqiladi. Bemalol 2 kilo, 2,5 kilo xamirni bemalol qorsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu mahsulotimizning narxi $90 chiqadi.